Subhanalloh. Bir kuni Payg'ambarimiz alayhissalomning oldilariga bir inson kelib, "Ya Rasululloh, Allohga eng suyukli banda kim? Allohga eng suyuk amal qaysi?" deb savol beradi. Meni eng yaxshi ko'rgan hadislarimdan biri bu azizlar. Bizni mana shu amallarga, mana shu ishlarga ilhomlantirgan hadis bu. Shunda Payg'ambarimiz alayhissalom javob beradilar. Allohga eng suyuk inson odamlarga eng ko'p naf tegadigan. Allohga eng suyuk amal bir insonni, bir musulmonni qalbiga xursandchilik qilib kirish. Qarang azizlar, bundan ko'zlangan maqsad shu. Ko'proq insonlarga manfaat yetkazish, insonlarning qalbiga xursandchilik olib kirish. Va siz shunaqangi Allohga eng suyuk bo'lishingiz mumkin. Va siz Allohga eng suyuk amalni qilishingiz mumkin. Bittagina ajr qorasidani xarid qilib, faqatgina ixlos bilan. Biz bundan qayta aytamiz. Qo'sha imoratlar qilib, Dubaylardan villalar sotib olish uchun bu tijoratlarni boshlamaganmiz. Rahmat Shayx bo'ladimi? Ajr qora sedana bo'ladimi? Ajr book bo'ladimi? Ajr family bo'ladimi? Hammasidan maqsad ana o'sha. Allohga eng suyukli banda bo'lish. Allohga eng suyuk amalni qilish. Yaqinlaringizga, oilangizga, ota-onalaringizga olib bering. Har kuni ichishni odat qiling. O'limdan boshqa har dardga davodir. Ajr qora sedana. Bu o'zimizniki. O'zimiznikilarni qo'llab-quvvatlang.